Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Ertaga 3-aprel kuni navbatdagi U17 Osiyo chempionati start oladi. O'smirlar o'rtasidagi ushbu qit'a birinchiligi 3-20 aprel kunlari Saudiya Arabistonida bo'lib o'tadi. Musobaqa mezbonligini Saudiyaga berish 2024-yilning 24-may kuni OFK tomonidan rasman ma'lum qilingan. Bu o'ziga xos yubiley musobaqa bo'ladi. Sababi U17 Osiyo chempionati 20-bor tashkil qilinmoqda. Odatga ko'ra turnirda 16 ta jamoa ishtirok etadi va jamoalar 4 tadan 4 guruhga bo'lingan holda o'zaro bellashadi. A guruhida Saudiya Arabistoni, O'zbekiston, Tailand, Xitoy, B guruhi Yaponiya, Avstraliya, Vyetnam, Birlashgan Arab Amirliklari, C guruhi Janubiy Koreya, Yaman, Afg'oniston, Indoneziya, D guruhida esa Eron, Tojikiston, Ummon hamda Shimoliy Koreya termalari joy olgan. Islom Ismoilov boshchiligidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi guruh bahslarini Taifda o'tkazadi. Dastlabki 2 bahs Okas stadionida kechsa, Saudiya Arabistoniga qarshi oxirgi tur uchrashuvi Qirol Fahd stadionida bo'lib o'tadi. FIFA U17 jahon chempionati ishtirokchilarini ko'paytirishga va musobaqani har yil o'tkazishga qaror qildi. Masalan, avvalgi yillari Osiyoga 4 ta yo'llanma berib kelingan bo'lsa, endilikda 8 ta yo'llanma tortiq etildi. Bu degani guruhdan chiqqan barcha 8 ta jamoa shu bilan birga jahon chempionati yo'llanmasiga ham ega bo'ladi. U17 jahon chempionati 2025-yildan to 2030-yilga qadar faqat Qatarda tashkil etiladi. Yangi formatdagi ilk musobaqa shu yilning 3-27-noyabr kunlari bo'lib o'tadi. Endilikda ushbu yoshdagi mundialda 48 ta jamoa qatnashadi. U17 Osiyo chempionatida ishtirok etadigan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi tarkibini keltirib o'tamiz. Bosh murabbiy Islom Ismoilov mazkur musobaqada ishtirok etish uchun 23 nafar futbolchini tanlab olgan. O'smirlarimizga bo'lajak Osiyo chempionatida omad tilab qolamiz. Yurtimizga 2012-yilda bo'lgani kabi chempion bo'lib qaytish nasib qilsin.